Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistanның kanları Xitay şirkətlərinə qoş-qollab tarqıtılmaqda. Xitay Şərq Türkistanның türlü kanlarını texmo kengaytib bulang-talang qilish qadamini tezlatayotgan və bunun üçün Xitay şirkətlərinə işletiş hüquqini turkumlab o'tkazib berayotgan bo'lib, bu hafta yana maxsus yig'in ochib Xitoyning kan ochquchi şirkətlərini Urumchiga to'pladi. Xitoy tashviqot organi atalmış Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, 2025 yillik Xitoy kan tekshiruvchilari yillik yig'ini 12-iyundan 14-iyungacha Urumchida ochilgan. Ve şundaqla Şərq Türkistanның kançılıq hüquqini ötküzüb beriş türlərini tunuşturuş yığınımı Masqadamda ötküzülgən. Yığında atalmış Uyğur Avtonom rayonunun Qorjaq rəisi Erkin Tunyaz söz qılıb, Şərq Türkistanның qeyzilmə baylıq əvzəlliki yuqori, yuşurun küçü gayet zor buluşdak alahidilikki ega ekanligini, bu səbəblik Xitayning yeni bir növbətlik kan izləşdi bösüş hasil qilish strategilik hareketining asosiy jang maydoni ekanligini, bu navbatlik yillik yig'inning ochilishi Xitoy shirkatlariga nisbatan Sharq Turkistonning qazilma boyliqlarini chorlab tekshirish ishlaridagi tepilg'usiz fursat ekanligini da'vo qilgan. Mazkur yig'inga Xitoyning ministr darajalik organlarining amaldorlari, Xitoy shirkatlarining vakillari, kanchilik mutaxassislari qatnashgan. Şərq Türkistanның kançılıq hüquqini Xitoy şirkətleriga höddəgi beriş türlərini tunuşturuş yığınında 162 echiş türü tunuşturulğan. Bu türlər neft, təbii gaz, kömür, mis, altun, nikel qatarlıq asaslıq qezilmə baylıqlarga çetişlik ekan. Xitoy bu yil 3-cü ayda Şərq Türkistanның kan echiş hüquqini ötküzüb beriş layihəsini təşviq qilish yığını ötküzgən bo'lib, bu jarayonda mis, tömür, altun, litiy qatarlıq kam uchraydigan metal kanlarini o'z ichiga olgan 170 dan ortiq kanning echish huquqini o'tkazib berish layihasi nuqtaliq tashviq qilingan. Xitoy oshkorlagan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 2024-yili butun Sharq Turkiston bo'yicha 558 kanning egilik huquqi Xitoy shirkatlariga o'tkazib berilgan. Xitoy Sharq Turkistondagi boyliqlarni to'xtovsiz talon-taroj qilayotgan bir vaziyatda g'oyat zo'r tabiiy boyliqning haqiqiy egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi namratlik ichida yashamoqda. Bulardan sirt Xitoyning Sharq Turkistondagi kan echish harakatlarining orqasiga majburiy emgak jinoyati yoshiringan bo'lib, Yer shari huquq uyg'unlashtirish tashkiloti bu hafta e'lon qilgan yangi dokumentda Sharq Turkistondagi qazilma boyliqlarni chorlash va pishiqlab ishlash faoliyatining asosligi Uyg'ur va boshqa turk millatlarini nishon qilgan sistemalik majburiy emgak mexanizmi ekanligini ta'kidlagan edi. Amerika 120 dan ortiq qonunsiz ko'chmanni Xitoyga qaytardi. Amerika ko'chmanlar va tamojni ijro qilish idorasi bu oyda maxsus aeroplan bilan 122 qonunsiz Xitoy ko'chmanni Xitoyga qaytargan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika ko'chmanlar va tamojni ijro qilish idorasi 9-iyun e'lon qilgan bayonotida mazkur idoraning Amerika davlat bexatarlik ministrligining bir xizmatiga mas'ul bo'lib, 3-iyun 122 qonunsiz Xitoy ko'chmanni chegaradan qo'g'lab chiqarganligini, aeroplanda 19 yoshdan 68 yoshgacha bo'lgan 96 er va 26 ayolning borligini bildirgan. Qaytarilgan Xitoy ko'chmanlarining ichida qotillik, qaslab o'ldirish, quramiga yetmaganlarga paskashlik qilish, odam atkaschiligi, bosqinchilik va zaharlik chekimlik atkaschiligi qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan nurg'un Xitoy bor ekan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy chegaradan qo'g'lab chiqarilganlarni qabul qilishni rad qilguvchi yoki kechiktiruvchi davlatlar qatorida bo'lib, bu Amerika doiralarining qaytarish buyrug'ini ijro qilishini qiyinlashtirgan. O'tgan yil 6-oyning oxirida Xitoy Amerikadan qo'g'lab chiqarilganlarni qabul qilishga boshlagan bo'lib, bu 2018-yildan buyon tunji qitimliq ish bo'lgan. Bu yil 4-oyda Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi Oregon tor bekitida Xitoycha va inglizcha ikki tilda kelgusingizga tavakkul qilmang. Amerika qonunsiz ko'chmanlarga zarba beradi mavzuliq bayonot e'lon qilgan edi. Bayonotda Amerika Xitoy qatorliq boshqa nurg'un davlatlar bilan yaqindan hamkorlashib, ko'chmanlar qonunini ijro qilib, xatarlik odam atkaschilari va odam atkaschiligi to'g'riga zarba beradi. Prezident Trumpning 2-qatimliq vazifa o'tash muddati boshlagandan buyon Xitoy qatorliq dunyoning har qaysi joylaridan kelgan qonunsiz ko'chmanlar har kuni degudek davlatiga qaytarildi. Qonunga xiloflik qilish va hayotingizni xatarga ittirish arzimaydi deyilgan edi.
dünya elleri İsrailiyaning Iran'a qilgan hujumini qattiq ayıpladı. İsrailiya İranning yadro va boshqariladigan bomba muassasalariga keng ko'lamli hujum qilgandan keyin dunyo rahbarlari va xalqaro tashkilotlar buningdan qattiq andisha qilayotganliklarini bildirdi hamda ehtiyotchan bo'lishga chaqirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha 13 iyun İsrailiya qo'zg'agan keng ko'lamli harbiy harakat davomida 200 urush aeroplani İranning yadro programmasi va uzun masofalik boshqariladigan bomba muassasalarini bombardimon qilgan. Hujumlarda yuqori darajalik harbiy amaldorlar va yadro fanlari olimlari hayotidan ayrilgan. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi İsrailiyaning bu qilmishiga qattiq norozilik bildirib, bu hujumlarning xalqaro huquqni ig'ir darajada dafsanda qiladigan, rayon va dunyoning tinchligiga tahdid soladigan ig'vogarchilik ekanligini bildirgan. Bayonot yana bu hujumlarning Iranning yadro programmasi to'g'risida jiddiy suhbat o'tkazilayotgan bir mezgilda yuz berishi, Netanyahu hukumatining hech qanday masalani diplomatik yo'llar orqali hal qilishni xohlamaydiganligini ko'rsatib beradiganligi ta'kidlangan. İsrailiyaning Irandagi nishonlarga hujum qilishidan keyin har qaysi Osiyo shirkatlari yo'lovchilar va aeroplan xodimlarining bexatarligini qo'g'dash uchun uchishlarini amaldan qoldirib, yo'nalishlarini o'zgartgan. Hamda İsrailiya, İran, Iroq va Iordaniya qatorliq davlatlarning havo qatnashi liniyasidan chekingan. İsrailiyaning hujumlaridan keyin İran ballistik boshqariladigan bombalar bilan javob qaytargan bo'lib, ikki davlat orasidagi havo hujumlari kechacha davom qildi. Ballistik boshqariladigan bombalarning ba'zilari İsrailiyaning havo qalqon sistemasi tarafidan to'sib olingan bo'lsa-mu, yana bir qismi Tel Avivga tushgan bo'lib, eng az 2 kishining o'lganligi, o'nlarcha kishining yaralanganligi bildirildi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.